Mo'min aka to'xtang. Mana shu payt bog'larni ham choylaringizga qo'shib bozorda sotib kelsiz. Hop, mayli bering. Bu pomidorlar ham qizarib katta-katta bo'lib qolibdi-yu. Bu qizni bilgan ekan-a. Bir gap aytmoqchi edim, yonimga kel. Mana Muslimaxonni ham uyimizga kelganiga 5 oydan o'tdi. Qo'ni-qo'shnilar noto'g'ri tushunyapti. Shu qizni kelin qilib olib qo'ya qolaylik. Menga farqi yo'q. Siz nima deysiz shu? Agar sizga ma'qul bo'lsa, olaveramiz. Ishlar ham orqaga qarab ketyapti. Yaqinda mendan boy insonni o'zi yo'q edi. San ham ishdingmi? Bitta choycha bola birdaniga boyib ketibdi. O'sha bilan borib bir gaplashib ko'rmaysanmi? Ha, to'g'ri aytasan. Meni ham qulog'imga chalingandek bo'ldi. Bugun olib borib bir gaplashib ko'raman. Aka, men ham tadbirkorman. Bunaqa zo'r natijalarga qisqa vaqtda qanaqa qilib erishdingiz? Ota-bobolarimiz erda er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin bo'ladi deb bekorga aytishmagan ekan. Uylandim, Alloh rizqimga baraka berdi. Dadasi osh tayyor, suzib chiqaraymi? Ha, mayli xotin siz o'ring. Sen ham meni davrimda jaya maza qilib yashayapsan. Agar mendan boshqasiga tekkaningda holing nima bo'lardi hayronman. Adashasiz. Erda er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin. Sana tiling chiqib qolibdimi? Esingdan chiqib qoldimi ko'chada xo'r bo'lib yurganlaring? Yetimvachcha, bor ko'chada ersiz yashab ko'r. Ko'raman holingni. Javobing o'zing bilan. Xotiralar yuragimni kuydirmasin. Hayollarim